Va bizda bir lis medovый уже tayyor bo'ldi. Ichlari shunaqa yumshoq va воздушный chiqadi. Bu retsept bilan bemalol buyurtmaga pishirib daromad qilsanglar ham bo'ladi. Taylanishi esa juda ham oson. Qozonchamizga asal hamda changi suvni solib yaxshilab aralashtirib qizargunigacha qovurib olamiz. Issiqligida margarin solib sovishini kutamiz. Boshqa bir idishda tuxum bilan shakarimizni quyi massa bo'lgunigacha ko'pirtirib olib, boyga asalli aralashmamizga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan un hamda razilhisil solib, xuddi videodagi quyuligiga ega bo'lgunigacha aralashtirib olamiz. Agar bundan sal quyuqroq bo'lib ketib qolsa, pishganida qotib qolishi mumkin. Tayyor suyuq xamirlarimizni 4 idishga bir xilda bo'lib olib, biroz muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Keyin lislarimizga yoyib, 200 gradusda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishganligini esa gugurchoq bilan aniqlab olamiz. Qizlar, bu orada sizlarga bitta tavsiya berib o'taman. Agar Bavi super очиститель orqali uydagi barcha qoshuqlaringiz, vilkalaringiz, barcha idishlarni shunaqa mayda joylardagi to'planib qoladigan kirlanishlarni Bavi orqali bittada top-toza qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi, qaynoqini suvsiz shunaqa zo'r ko'pirib, hech qanaqa ortiqcha ishqalashlarsiz hamma idishlaringizni top-toza qilib beradi. Endi shirinligimizni kremini tayyorlab olamiz. Yana qozonchamizga 1 stakan un, 1 stakan shakar hamda 1 litr sut solib, quyi massa bo'lgunigacha aralashtirib turamiz. Ustidan 200 gram sariyog' solib, sovitishga olib qo'yamiz. Medovuyimizning har bitta qismini kremlab yopishtirib olamiz. Chetidan chiqqan xamirlarni maydalab ustiga isib olinadi.